Assalomu alaykum. Sizlar bilan YouTube kanalida Azim va Nazokat. Va nihoyatda men olgan multivarkamda ovqat pishirib ko'rishni qaror qildim va mana albatta pishiryapman. Sizlar juda ham qiziqib nuqul so'raysizlar. Olgan narsangiz qanaqa ekan, nima ekan, yaxshi pishirar ekanmi, qulay ekanmi deb so'raysizlar. Mana pizza pishirib ko'ryapman hozir. 180 gradusda 20 minut, 25 minut pishirish kerak ekan. Bu qizib ketsa nimasi yaxshi ekan, qizib ketsa o'zi o'chib yonar ekan. Meniki rappa deb nomlanadi va juda ham qulay ekan. Ovqat somsani lekin cho'tki pishirar ekan. Somsani qisir qilib xamirlarni qip-qizil qilib juda me'yorida yetkazib pishirar ekan. Ichidagi narsalarini shunaqa zo'r pishiradi. Hozir endi bu pizza pishgandan keyin yeb ko'rib sizlarga javobini aytaman. Va menga asqotdimi yo'qmi bu multivarkam sizlarga aytaman. Hozircha esa xayr, tarjimasi ruschasini keyin sizlarga yetkazib beramiz. Hozircha esa xayr.